Assalomualaikum YouTube kanalımıza abunachilari. Bugungi uston o'pkamiz shunday Bagat Pizza nomerining mebellarni taxlab berdik. Mebellar bilan qisqacha tanishtirib o'tsam, birinchi adresni tushuntirib o'tsam, shu yerda o'zlarimizning parkning ko'chasi, shu yerda parkning yonboshida pizza nomeri. Şimdi barni zona ishlab berdik, ko'rishingiz mumkin. Mebelimiz shu variantda chiqdi. Olib kelaverasizlar. Ben kısımlarına şimdi eshiklar koyup verdik, ko'rishingiz mumkin. Birlerinde şimdi mexanizmlar udobli bo'lib chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Birlerinde bu polkalarda hozir bu yerda ish jarayoniga turibdi. Yerlarda skritni eshiklari bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mebelimiz chotki bo'lib chiqdi. Kime şimdi mebellar kerak bo'lsa, o'zlarimizga murojaat etaverasizlar.